Bormaylar. Hozir meni quvvat dorim tugadi. Shu munosabat bilan tegirmonga ketyapman. Ketishdan oldin bularni butunini sizlarga ko'rsatmasam bo'lmaydi. Bir tushuntirib o'taman hammasini. Zanjambil immunitetni ko'taradi, infeksiyalarni o'ldiradi, yallig'lanishlar, tomoq og'rig'ini qoldiradi, oshqozon ovqat hazmini yaxshilaydi, xolesterinlarni kamaytiradi. Bu omila Hindistondan keladigan meva. Yuragim og'riyapti, tez urib ketyapti, davleniyam ko'tarilib ketyapti deganlar. Davleniyalarni 240 bo'lsa ham normaga olib keltiradi. Qon suyultiradi, qon aylanishini yaxshilaydi. Bosh miyada qon aylanishini yaxshilaydi, qon tomir devorlarini kengaytiradi. Qalampir munchoq eng kuchli antiseptik hisoblanadi. Yallig'lanishlarni, viruslarni o'ldiradigan narsa. Burun yo'lidagi, nafas yo'lidagi infeksiyalarni o'ldiradi. Mazza qilib tiniq nafas olasizlar, keyin bakteriyalarni o'ldirishga bundan zo'ri yo'q. Qora xalila jigari qotganda jigarni yumshatib beradigan narsa shu bo'ladi. Mana jigar shishganda jigarni qaytaradigani, jigarni bastanaviy chiqib beradigan narsa qora xalila va sariq xalila. Ikkalasi Hindistondan keladigan bular meva. Dorivor uzun murch. Allergik yo'talni qoldiradigan, bunga teng keladigan narsa yo'q. 9 marta yo'talib, kechqurun uxlay olmaydiganlar mazza qilib uxlaysizlar. Umuman tomog'i qichishib yo'taladigan allergik yo'talni qoldiradi. Sedanani aytganlar, o'limdan boshqa barcha kasalga davodir deganlar. Ana buni endi tarkibini o'zingiz iltimos, yana buni zarari bormi degan savol bermanglar.